normalde hem de insan tabiiyetiga Allah subhanahu wa ta'ala tabiiyetimizde koygan sübetlerinin birisi, yani korkuş insan tabiiyeti banası, bizge kildigan ziyandan, xatarlardan, yırtqıç hayvanlardan degendek bu tabii bir hissiyat hem de bu. Normalde hem mesela Allah'tan korkuş diye vaxtıda mı? Yani nimişqa Allah zalim mi ki men Allah'tan korkay? Allah özünün qançılık mağfiretlik, rahimdil ekanligini sübetligen nurgun nimesi var hamdi. Biz Allah'a iman etkan müminlerimiz. Hem insan onun üstüge şu bir nersinden korkusu onundan yiraktır dem, kaçıdı. Ama Allah'tan korkan kişi del aksice Allah'a yüzlünüdü, yıkılışıdı. Teyhembek onu razı kılış için tirişidu. Şuna Allah'tan korkuş diyen nime diyen sualdan kirgen olsak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sualımızga kelsak, yuqori degandek insonning tabiati qo'rqish degan narsa insonning tabiatida bor. İnsan itdan qo'rqidi, o'tdan qo'rqidi, o'zidan cho'ng zolimlardan qo'rqidi, nurg'un narsalardan qo'rqidi. Ammo bu yerdagi Allohdan qo'rqish degan gap o'xshamaydi tubdan. Allohdan qo'rqish degan gap Alloh subhanahu va taoloninki davomliq onunki bizning ish harakatlarimizni ko'rib turadiganligini, Alloh taoloninki naqadar katta qodir, hammaga qodir zot ekanligini va biz shu dunyoda ozgina vaqt bizga berilgan sharoitda, fursatda yashab, Alloh taoloning oldiga berib hisob berishga turadiganligini inson qalbida his qilishning o'zi, yani bu Alloh taolodan qo'rqish. Allohdan qo'rqish, Allah'tan eyminiş. Allah subhanahu wa ta'ala min yarattı, men aciz bir bende. Muşunda turup Allah'ın ziminde yaşayma, Allah'ın ki rızkını yeyme. Allah Teala bana bergen güç kuvvet bilen hareket kılma. Muşunda turup men kandam Allah'a asilik kılay. Digendek kalbi Allah'tan eyminişinin özünü Allah subhanahu wa ta'ala'dan hakik korkuş edip atsak buludu. Allah subhanahu wa ta'ala bizning sirlarimizni, aşkarlarimizni, qalbimizni yuşuğanni, nimani o'ylayotganligimizni hammani Allah subhanahu wa ta'ala bilib turdi. İnsanların nefesleri Allah subhanahu wa ta'ala kiramen katibin bunu hatırlab turdi. Qilgan etkenleri hammasi yazılib turdi. Kur'an-ı Kerim'de şuna Allah Teala ve asirru qawlakum ev ijharu bih innehu alimun bi zatis sudur. Sizlar sözlerini aşkar kılınla ya ki mehbi kılınla. Sözlerini mehbi ya ki aşkar kılınla. Allah subhanahu wa ta'ala hemmini bilip durduğun, hatta kalpte sözlemegenden bilip durduğun zat. Layıkı bilen bilidu. Onda başkalık okşaş, sözletip ekip, intihab ekip, nimdeydi ki mağu edip. Ya ki mikroskop kalap ekip, ya ki bir nesli bilen tekşürüp ekip emez. Allah Teala onun kalbiki yuşuğunun hemmini çoğu bilip durdu. Şu ala ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Allah Teala bir yerde en yinçke, en latif, nazuk, hem sırlarını bildiğin, hem işten haberdar boğan zat, onu bilmeye kalamdı o. O zat, yarattı demez mi o? Yaratkan zat, muş mehlukatını yaratkan zat, onu bilmeye kalamdı o. Senin hem işlerini bildi o deydi. Şuna, köpünç vakitlerde insanlar günah uçup kalışa ne mi deyin dese, yüzünden gafıllıkıdır. İmanının acizlikidir, iradesinin acizlikidir. Allah beni körep durdu. Allah benden hesap aldı. Allah'ın aldığı verip hesap verme diyenini unutup kalgan. Ya ki sehven boğa vakti diyor. Ondan keyin insan günah uçup kaldığın işler buludu. Şu insan özününki meyli yaşayan yutuda olsun, meyli sefer kılganda olsun, meyli hava uçuvatkan vakti olsun, meyli denizlerde perhutlarda menvatkan vakti olsun. Hatta denizin astıriki gavasatılda mangan haletler olsun, hemmini Allah Teala bilip durdu. Benim iş hareketlerimni bilip durdu, kalbimdekini bilip durdu diyen bu his duyga insanın kalbige asıl boğa vakti düşüyor. Allah Teala'ya boysunmay, Allah Teala'ya itaat kılmay, Allah Teala ona bergen fırsattan çoğu faydalanmay kılışı mümkün emez. İlla ki aşına gafillik, muşu his duygula acizlaşka vaxtıda insan yazıp kılışı mümkün. Bu mesela insan çoğu
mush his tuygan insanın qalbiga to'liqlangan vaqtida undan keyin haqiqiy muttaqi nurg'un ishlarni qila oladigan. Shunga ba'zil deydi, Allohdan qo'rqqandan hamma odam qo'rqidi. Allohdan qo'rqmagan hamma odamdan qo'rqadi deydi. Allohdan qo'rqqan kishi Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Erkin, azat. Boshqalarning nim deb qilishi. Ani qipsi, mani qipsi deb salomı, unda ish yo'q. To'g'rimi? Allah rozi bo'lamdi, qiladi. Boshqalarning gaplari, malomatlardan qo'rqmaydi. Ammo Allohdan qo'rqmay, boshqalardan qo'rqqan kishi hammadan qo'rqadi. Ota-onasidan qo'rqadi, boshqa zolimlardan qo'rqadi. Haq yuza biroyim to'kilib ketami, haq manda qilsa dami deb undan qo'rqadi. Demak, xulosada aytgan vaqtida Allohdan qo'rqqan odam dunyoda eng katta odam bo'ladi. Allohdan qo'rqmagan odam hamma narsadan qo'rqadigan odam bo'ladi. Hatto oddiy vasvasa, shaytonning vasvasalaridan qo'rqadigan bo'ladi. Uyg'on jabbar zolimlardan emas, yolg'iz oddiy vasvasadan qo'rqadigan, hamma narsa gumon bilan qalaydigan bunda bo'lib qoladi. Shu Alloh taolo insonlardan qo'rqmay, yaratquchi bo'lgan, sirlarini, maxfiyatini bilib turadigan, dunyoda qilgan yaxshi amallarga oxiratda mukofot beradigan, qilgan yomon amallarga oxiratda jazolaydigan, o'zidan qo'rqishga tashabbus qilib nima deydi? Atakhshawunahum fallohu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Sizlar ulardan qo'rqatamsizlar. Ulardan qo'rqamsizlar? Amaliyotda haqiqiy qo'rqishga tegishli yaxshilik bo'lgan zot Allohdir. Sizlar haqiqiy iymon etgan bo'lsanglar, agar iymoninglar bo'lgan bo'lsa, deydi. Yana bir oyatda Allah subhanahu va taala yastaghfuna minan nas va la yastaghfuna minallohi va huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda minal qawl va kana Allohu bima ya'maluna muhita. U insonlar, u munofiqlar, u gunohkorlar nurg'un ishlarni insonlardan hayo qilib yushirdi. O'zi bilan davomli birga bo'lgan Allohdan hayo qilib ulardan yushirmaydi, ulardan xijilolmaydi. Chunki ular Allah razı bo'lmaydigan nurg'un tadbirlarni, nurg'un planlarni kechis o'rinlashtirdi. Allah subhanahu va taolo ularning qilmishlarining hammasini, butun maxfiy sirlar oshkorasi hammasini bilib turuvchi zot deydi. Amaliyotda bunda ishlarjiq. Allohdan hayo qiladigan, Allohdan ansiraydigan, Allah razı bo'ladimi yoki Alloh menga g'azab qiladimi deb buning hisobidan qildiganning o'rniga faloni nimada, pistoni nimada, Anın açık gap qilamu, mında ma gapni desam, ma xo'sh bo'ladimi deb xalqning roziligini izlaydigan, uningki g'azabidan qo'rqadigan, Allohning g'azabidan qo'rqmaydigan, Allohdan hayo qilmay, xijilolmaydigan bunda insonlarcha nayt ko'p. Yana fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sizlar insonlardan qo'rqmanglar. Haqiqiy mu'min bo'la olsanglar mendan qo'rqinglar. Yani ve iyaya farhabun, yani bir oyat. Mendan qo'rqinglar deydi. Farhabuni demek iyaya. Degini bu yerda ulamalar taxsisni ifodalaydi deydi. Mendan qo'rqinglar. Faqat mendan qo'rqinglar, hech kimdan qo'rqmanglar deb. Bu qo'rqish degan mashruuzimi? Ash taqvolikni, Allohdan qo'rqishni, taqvolikni hosil qilish uchun yo'l qo'yilganligi oyatda bayon qilingan. Siz taqvodorlikni hosil qilishinglar uchun, qo'lga keltirishinglar uchun bu Ramazondan Allohdan qo'rqishni qo'lga keltirib chiqishinglar uchun farz qilindi degan oyatning mazmuni bor. Ulamalar shu taqvodorlikni tunishtirib nima deydi desa, tunjisi al-xavf minal jalil deydi. Hammadan katta bo'lgan Allohdan qo'rqish. Val amalu bit-tanzil, Alloh o'zi tushirgan Qur'oni Karimga kitob amal qilish. Val qanoatu bil qalil, Alloh baginiga razı bulup qanoat qilish. Val istidad li yawmil rahil, yani ahiret kuniga tayyorlik qilish. Taqvo shundan iborat. Mushu Qur'onga amal qilish, qanoat qilish, ahiret tayyorlik qilish, nima desa, shu xavfdan, Allohdan qo'rqishdan kelib chiqadi. Allah razı olsun hakikaten.